Assalomu alaykum do'stlar. Mana Muhammadjon o'zi qilish jarayonida T1 modelini qovurg'asi. qani? Mana qovurg'asi, umurtqasi. Yuragi mana. Sal qo'lni to'g'rilama. Yurak urayotganini ko'rsangiz bo'ladi. Sal to'g'rilang. Endi buni o'zichilar tushunadi-da, oddiy aholi tushunmaydi. Sal to'g'rilang qo'lni yana. Ha, ana. Yurak urishigacha ko'rsatyapti. Yurak urishi uchadi. Qazan o'ynab turadi. Qo'l harakatlariga bog'liq. Tushundingizmi? Mana. Chiqdimi? Mana. Yashang. Yurak urishini ham ko'rsangiz bo'ladi. Qalay? Bu bo'lsa bu. Lekin qo'y zo'rg'a topdi ekan lekin. Qo'y Sirdaryoda qo'y topish. Qiyin, Vodiyda xudo xolasa murojaat qilishar edi, o'zi ancha. Sen borku gruppaga, men bizda qo'y kam tashlaymizda. Sen qo'yni shunaqangi tashlaginki, T1da qo'y tekshirib bo'ladimi deb aytadi-da. Xudo xolasa, ha. Hammasi tekshirib bo'ladi. Sen endi ko'rsatish uchun mana shu yerdan qilasan dedim-da. Qo'y oyog'i anisi. Ko'rdingmi? Faqat yotqizmasang yaxshi bosa olmaysan tepaga. Mana unutqasi mana. Bo'ladi. Chiqadi. Qarang qo'llari. Ko'rdingmi? Shuni agar qiynalsang bo'lgu yotqizib ko'raver. Erinmasdan. Erinmasdan. Sen al opting kam, bizlar yotqizib anav qilmaymiz-da. Bir qo'yib ol, qo'z aka. Qani 4-inchisi qani? Bog'ot bor. 4-inchisi qani? O'zingiz u yerinsiz qochmagan, qochganligini bilmaysiz-da. Yo sotib olib keldingizmi? Yo, men sotib keldim. Tap bosing. Hech narsa ko'rmayapti. Shogird ko'rdingmi? Qop-quruq. Qaring qo'llar ham yo'q, hech narsa yo'q. Endi mana shuni tekshirishing kerak. Aylantirib, bosib olib, aylantirib, bunday qo'l harakatlari bilan. Ko'rdingmi? Hech narsa yo'q. Farqini tushundingmi? Endi bu yoqdan chiqmadi-ku. Nari tarafni ham tekshir. Gilqi. Nari ikkinchi tarafni ham tekshir bor. Hech narsa yo'q. Agar oy kichkina bo'lsa, mollarnikiga o'xshab bu moloqchani ichida bola bo'lardi. Xudo solsa tashlayversan, o'rgatib boraveraman. Hozir endi Qop-quruq ha bu. bu qop-quruq. Qop-quruq mana shunday ko'rinadi, hech narsa ko'rinmaydi. Tushundingmi? Qanday fikring qanday? Zo'r. Qo'y yaxshi ko'rinadimi? Qo'y zo'r. O'ta zo'r. U ancha yarki. Faqat yarkiligi qorong'uroq joyga kirganimizda, quyosh joyida baribir xiralashadi. O'zing zashtasi bor, uni qo'yib olasan. Mana shuni qo'yib ko'rib ketaverasan. Qo'y topish qiyin bo'ladi Sirdaryoda. Qo'y qiyin-da. Surat zo'r, o'sha o'zi ishni qo'ydi o'zi. Endi bu yoqni videoni tashlaysan, 1 yil mobaynida o'rgatib boramiz. U ichida bari bor, hozir sotib keldim. Bugun bozor bormi sizda? Bilmaymiz-da, shuni quruq. Rustam aka. Qara yaxshilab o'ynatib, Hozircha hech narsa yo'q. Yo'q, idari tarafda qo'y. Ekshit tarafda qo'y. Shogird sen paka po opting oshguncha borku, yotqizib ko'r. Xo'p? Qayoqqa qo'yayotganingni bilasan-da hozircha. Hozir tikkani qilib olaver dedim. Egasidan обязательно anamniz ma'lumotlarni olgin. Kimga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, texnik jamoasida. Joningiz omoningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonimiz Namangan viloyati, Namangan shahridan Muhammadjon do'stimiz kelganlar. Muhammadjon do'stimiz RKF T1 modelidan tanlab oldilar. Bu modelimizning asosiy xususiyatlaridan biri 27 sm chuqurlik ko'radi. Bu qolgan modellardan nisbatan chuqurroq ko'radi va batareykasi ham 10 000 ampere. Qolgan apparatlardan batareykasi kuchliroq hisoblanadi. Bu suvga chidamli va sensorli hisoblanadi. Va baquvvat. Muhammadjon qanday bu narsani olishga, qanday anavlar qilib, baribir anchadan beri kurashib, Anchadan beri kurashib bog'lanamiz siz bilan, xudo xolasa. Nasib shu kunga keldi, apparat oldi. Zo'r, qo'shimcha instrumentlar oldi, yana bor tashqarida. Xudo xolasa ancha narsalar yaxshi, zo'r, taassurot, bizga bo'lgan e'tibor, o'zlari olib berib, tushuntirib, o'z yiqilishlarini ko'rsatib, qo'ydi ham, molda ham, o'zi yana boramiz dedilar, 20 ta mol bor dedilar. Zo'r, xudo xolasa, apparat ham o'zlari ham anchadan beri kuzatardi. Aka bilan
6-7 oy oldin ham bog'langan edi. Imkoniyat bugunga kelib, xudo xohlasa apparatni ham yaxshisini oldi. Xudo xohlasa, xizmatdamiz yana. Shunday. Xo'p, bunaqa apparatlarimiz bor. Bizda kolleksiya katta. Muhammadjon ham o'ziga yarasha apparatlarni surishtirgan, narxlarini ko'rgan. Endi bunga nima desak bo'ladi? Garantiyasi kerak, o'rgatish kerak. Shuni tanlab arzoniga uchmasdan, qimmat bo'lsa ham aka garantiyangiz bor. O'rgatib berasiz. Mana shunga keldik, oldik mana deb olishyapti. To'g'risini aytish kerak. Bizda 2 yil garantiyasi bor. O'rgatib berishimiz 1 yil mobaynida. Misol uchun tushunmagan joylarni video qilib tashlab turadilar. Xo'p, ichidagi programmalarni tushunmagan joylarni tushuntirib turamiz va garantiya, servis xizmatlarimiz bor. Navoda o'zlari buzilgan taqdirda ham tuzatib beriladi. Ozgina cho'ntakka zarar. Shuning uchun avaylar ehtiyot qilib ishlataverasiz. Bunday apparatlar kimga kerak bo'lsa, pastda telefon raqamlarimiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.